katta tishlaydi, katta gapirmang, xo'pmi? Aralashmanglar iltimos. Islom aka, bular kim qiziladi Islom akani? Islom akani qizlamanglar. Qochib ketdi onangiz. Yo'q, Islom akani qizini men sikar ekanman-da, yo'q. Keyin men uni oldiga borishim kerak ekan. Seni qizingni sikyapti, sen so'rab olishing kerak emasmi? Seni onangni sikyapti, sen so'rab olishing kerak emasmi? Nimaga bunaqa ko'rsizlar? Tavba qilib, seni onangni so'kyapman, sen mendan so'rab olishing kerak. Sen meni oldimga kelishing kerak. Men seni oldingga emas. O'zi Timur, nima deyli Islom aka? Bezakslilarga qarshiman deyaptilar. Yo, mayli. Tarbiya buzmayapti deyaptilar. To'g'ri temani aytdilar. Yo, Islom aka to'xtab turing. Ko'rsanglar mana O'zbekistonga o'tirgan endi Temur bir minut eshiting Islom aka. Tavba qilib bir-birimizni eshitaylik. gapim bor. Bitta og'iz gapim bor. Uka, keyin gapiraveradi. Gap yo'q. Qochib ketasiz. Hozir gapingizni eshitsak qochib ketasiz Islom aka. Qochib ketasiz. Ko'p ko'rsa qochib ketasiz. Bir minut eshiting gapimizni, hozir esda ochaman. Eshiting. Islom aka, siz mendan so'rab olishingiz kerakmi? Yo, men sizni oldiga borishim kerak. Men sizni onangizni so'kyapman va hokazo so'kyapman. Siz mendan so'rab olishingiz kerak. Men qochib ketishni qarang. Bo'ldi, xo'p, qochinman. Islom aka, buni bo'ldi. Xo'p, siz hozir ko'chaga chiqasiz. Men manu rayon, manu ko'cha qilib ko'rsatingizlar. Men hozir ko'chaga chiqaman, yashab turgan joyimni ko'rsataman. Endi siz bilan gaplashaveramiz. Siz mendan so'rab olishingiz kerak Islom aka, men emas. Siz mendan so'rab olishingiz kerak. Aka, bo'lmasam so'rab olishni kutib turing. Endi hozir bitta gapim bor. Mana Dilima kim degan regarli ota bor ekan. Islom aka, regarli qo'shmang. Hozir naturga gapirdingiz. Andijonning onasini sikaganim yo'q. Menga qara, ko't, gandon. Butun Andijoningni so'kkanim yo'q. Senga o'xshagan paskud emasman, ko't emasman. Regarli bilan o'ynashma, onangni ko'tiga sikay. Moskvaning любой точкасida regarliklar onalaringni sikib o'ynaydi. Tilimda qichqirma Islom, sen buni yaxshi bilasan. Yaxshi bilasan, butun Andijoningda onasini sikayotganim yo'q. Qo'tog'imni ham yo'maysan, birontang qo'tog'imni yo'maysan, ko'tlar. Onangni ko'tiga sikay, bitta galboy kirib olib turib, bu yerda regarliklarni so'kma. Ishon, любой Rossiyaning любой точкасida, mikro точкасida borib onangni sikamiz. Avlodingni sikamiz. Ko'tingni qisib bitiraver onangni ko'tiga sikay. Bu viloyatni qo'shma, sen bilan men urushlayapmiz. Islom, men bilan urush qilyapmiz. Bu yerda Andijon, Regarda nima aloqasi bor? Sen bilan men so'kinyapmiz, sen bilan men urush qilyapmiz. Qo'yaver, bratan. Erkak bu hayotingda. Islom bu yerda prichom, Andijon bu yerda prichom. Timur. Islombek. Uka, Andijon Falon pistonlar. Timur Rashov regarli bo'lsa, Timur Rashov o'zi nomidan gapiryapti-da. Men Timur Rashovni yonidan olishaman. Siz yoningizga ham olishmas. Bu yerda urush boshqacha bo'lib ketishi kerak emas. Bir-birini tushunishimiz kerak. Hozir men hayron qolayotgan joyim, jonim jo'nkasi Islombek, Timur Rashov çok tortishyapti. Var aqlli odamlar. Shu gruppada bugün boş gruppada Mana bir Islomga to'g'ri bezakslilar. Boshqa joylarda ham o'zlarini ko'rsatadigan odamlar bir-birlariga tortishyapti. Tushunmayapsizlar bir-birlarini. Misol uchun regalli, andijonlik bo'lmasligi kerak. Bezaks masalasida to'g'ri aytdilar deb qo'llab-quvvatlayapman. Keyin o'zlarining fikrlarini aytdilar. Bo'ldi. Bolasi eshit. Bu yerda Andijon Regarda aloqasi yo'q. Men bilan Islom urush qilyapmiz. Onangni amiga hozir nimani havo qilyapsan? Hozir butun Toshkentda onasidan ketib boraman. Va hozir och deyaptilar Islom. Islom, sen qizil emassan, gandon VPN'ing ishlamayapti. Gandonni qarayda buni. Islom aka ochuvsiz. Qanaqasi Islomni ochiq gapiradi. Qanaqadan ochiq bo'ladi? Sanmi? Ochiq sanki mana gapiradi. Ochig'i deysiz Islom aka.